Assalomu alaykum. Bugun egalik olmoshini ko'rib o'tamiz. O'zbek tilida ham egalik olmoshi bor. Mening, sizning, uning, bizning, sizlarning, ularning. Va bu olmosh egalik olmoshini ingliz tilida qanday nomlanishini ko'ramiz. Egalik olmoshi ingliz tilida possessive pronoun deb nomlanadi. Possessive pronounda my mening, your sizning, his uning. His o'g'il bolaga nisbatan uning tarjimasini beradi. Her qiz bolaga nisbatan uning tarjimasini beradi. Jonli va jonsiz narsalarga nisbatan it is deb aytamiz. Uning tarjimasida it is dan foydalanamiz. Our bizning, your sizning, their ularning. Possessive pronoun egalik olmoshi gapda doim aniqlovchi bo'lib kelar ekan. Bu olmoshlarimizdan keyin egalik olmoshlarimizdan keyin ot keladi doim. Ingliz tilida otdan oldingi so'z agar aniqlovchi vazifasida kelyapti, my book, bu yerda my aniqlovchi vazifasida keladi. Bu olmoshlari my, your, his, her, it is, our, your, their olmoshlaridan keyin doim ot keladi. Va bular gapda aniqlovchi vazifasini bajaradi. Misol uchun, my book, mening kitobim, my pen, mening ruchkam, my cat, mening mushugim. Your book, sizning kitobingiz, your pen, sizning ruchkangiz, your cat, sizning mushugingiz. O'g'il bolalarga nisbatan his ishlatamiz dedik. His book, uning kitobi, his pen, his cat. Qiz bolalarga nisbatan her olmoshini ishlatamiz. Her book, her pen, her cat. Bu boshqa so'zlardan ham foydalanishingiz mumkin. Buni misol tariqasida oldim. Jonli va jonsiz narsalarga nisbatan it is ishlatamiz dedik. Uning ma'nosida it is cat, uning mushugi degan ma'noni anglatishi mumkin. Our book, bizning kitob, our pen, bizning ruchka, our cat, bizning mushuk. Your book, your pen, your cat. Their book, their pen, their cat. Ya'ni ularning kitobi, ularning ruchkasi, ularning mushugi ma'nosida keladi. Yana takrorlab o'taman. My, your, his, her, it is, our, your, their olmoshlaridan keyin doim ot keladi va gapda aniqlovchi vazifasida kelar ekan. Bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Keyingi videolarimizni ham kuzatib boring. Kanalimizni rivojlanish uchun obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'ying. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyaga izoh qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.